mana shu Amiriddin Grand to'yxonasiga xush kelibsizlar. Sizlarga bitta narsani aytib qo'ymoqchi edim. Har bir vaqtimiz, umrimiz, har bir daqiqamiz g'animat. Nimaga desalaringiz, mana shu kunga yetib kelmagan, boya boshida boshlovchimiz aytgan, yetib kela olmagan umri, hayoti, Alloh bergan umrni ko'rib yetib kela olmagan sinfdoshlar bor. Puli bo'lib turib, mana shu davraga ichi qizib kela olmagan sinfdoshlarimiz bor. Kelgisi kelib, lekin imkon topa olmagan, oilaviy sharoitidan chiqa olmay kela olmagan sinfdoshlarimiz bor. O'shani uchun ham mana shu yerda o'tirganlar har birimiz, har bir daqiqani, har bir g'animat. Boya boshlovchimiz aytgandek, bitta hikoya aytaysizlar dedi. Endi men o'shani ustozlar bilan o'zimizni o'rtamizdagi hikoyani aytib bermoqchiman, agar ruxsat bersalaringiz. Ustozlar baribir ustoz bo'lar ekanda. Yoshi katta bo'lsa ham, kichik bo'lsa ham baribir ustoz bo'lar ekan. Bir kuni bir shogird ustozdan o'zib ketibdi. Ustozdan o'zib ketib, shunaqangi o'zini ko'rsatibdiki, u shohdi darajasiga yetib boribdi. Shohdi darajasiga yetib borgandan keyin ustoz bilan shogirdni chaqiribdi. Saroyiga chaqirib, shogirdi bilan ustoziga aytibdi: "Qaysi biring birinchi boshlaysan?" debdi. Ustoz aytibdi: "Shogirdimni men shu darajaga yetkazibman, shogirdim boshlasin" debdi. Shogirdi shunaqangi zahar tayyorlabdiki, ustozi o'sha zaharni bilib, qolgan shogirdlariga o'sha zaharga qarshi sutga yuvinish, o'sha analar qarshi nimalarni o'ylab qo'ygan ekan, tayyorlab. Shunday shogirdi o'sha zaharni beribdi, haqiqiy zahar. Ustoz ichibdi-da, sirazi borib o'zini himoyasini qilibdi. Keyin ustoz shohga aytibdi, "Menga 40 kun muhlat bering" debdi. "Xo'p" debdi. 40 kun muhlat bersa, shogirdini yonidagi uyini sotib olibdi-da, 40 kun har kuni nimanidir taqirlatar ekanda. Har kuni o'zini ishini qilib taqirlatar ekan. Boya shogirdni qalbiga har kuni bittadan narsa kelaverar ekan, o'y xayoliga, qalbiga kelaverar ekan. 40 kun bo'libdi. 40 kun bo'lsa yana shohning huzuriga boribdi. Shohning huzuriga borsa, qarangda ustozni shunchalar shogirdini yaxshi ko'rganidan oddiy savob kelibdi. Oddiy savob kelib shunday shogirdiga bergan ekan. Shogirdi qo'rqqanda ichib o'sha zahot o'lgan ekan. Siz qanday qilib bu zaharni tayyorladingiz? Nahotki shogirdingiz o'shani bilmadi, sizdan o'zib ketgan-ku desa, bu hech qanaqa zahar emas edi. Siz ham ichib ko'rishingiz mumkin, men ham ichib ko'rishim mumkin. Bu oddiy suv. Qandaysiga men shogirdimda o'shanday zaharlashim mumkin. Ko'ryapsizlarmi, ustozlar, mana rahmat sizlarga. Boshimiz ta'zim, yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Hozirgacha eslayapsizlar. Hozirgacha boshqa ustozga bermaslikda hozirgacha his qilyapsizlar. Shuni o'ziga sizlarga ta'zim qilamiz. Hammalaringizga xush kelibsizlar. Mana shu tadbirda chiroyli, yaxshi o'tishi hammasi o'zimizga bog'liq. O'ylaymanki, mana shu 30 yilligimiz 40 yillik, 50 yillikdan ko'ra chiroyliroq bo'ladi. Chunki hozirgi davrimiz davr, hozirgi yoshimiz yosh. Hamma o'ziga mana shu kunlarda Xudo xohlasa keyingi davrlarda ham birga bo'lishlik nasib qilsin. Safimiz kengaysin. Hammalaringizni yanagi uchrashuvlarda, boshqa tadbirlarda ham birga bo'lishlik, mana shunday to'yxonani egallab o'tirishlik nasib qilsin. Xush kelibsizlar. Barchalaringizga, qadamlaringizga hasanat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz sinfdoshlar. Mana bugun maktabni bitirgan